Uchqun aka, Qibray tumani O'nqo'rg'on kelganman. Mana Sabzavot arkadan bir 4 kilometrdan oshuv chiqdi. Shu yerda 2-3 sotuv, 4 ta xona, 2 ta sanuzli, mana kottejniy garadok, mana 3 ta muz 4 degan, bitta mana uglovoydagisi qolibdi. Tayyor remontlari bilan suv, gaz, svetlar, kanalizatsiya kirmagan, qo'y hamma narsa bor. Hozir ichlarini ko'rsataman. Mana darvozadan kirasizlar, mana mashina qo'yadigan joylari bor, kaftdek hovli. Endi ichlarini ko'ramiz. Mana kiruvishlari 4 ta xona, 2 ta sanuzli, mana bunaqa yo'lli koridor. Mana zaldan boshlaydi, mana. Mana yog'imiz zaldan. Turburchi chiroyli pishgan g'ishlarda bo'lgan, podvali yo'q lekin yangi remont. Mana общий sanuzil ko'rib turibsizlar. Yaxshi kafel, yaxshi narsa ishlar. Mana katta spalni, har qayerda nomi ham katta spalni ekan, o'zining ichida sanuzillari ham bor. Patologlari baland, chiroyli ranglar, tepli pollar qilingan, yaxshi targetlar tashalgan. Uyda pishgan g'ishda issiq. Mana yog'imiz detskiy xona, bu yoqni ham bitta ko'rsanglar bo'ladi. Orqada oyna, havo aylanishi, yoruvchilarga hammasi hisob kitobini qilingan. Mana ham to'g'rida oshxona mana. Oshxona ham shunda darvozani to'g'risida, mana kimdir taqillatib kelsa, "Voy, bundoq qarab, hozir deyurasizlar." Endi mana mamyo yana bitta spalni mana. Shunda mana 4-xonalarni ko'rsatyapman. Mana chiroyli remontlari ana. Nima deydi? Ortiqcha narsa yo'q, bijir-bijir yo'q xullas. 170 kvadrat, 2-3 sotuv, 4 ta xona, 2 ta sanuzil. Narxini 83 ming so'rashyapti. Kelishtiradigan joyi bor. Pastki nomerga aloqaga chiqasizlar, tamom.